Yettinchi sinf Jahon tarixi 19-mavzu Salib yurishlari. Salib yurushlari. Salib yurushlari G'arbiy Yevropa feodallarining Yaqin Sharqdagi bosqinchilik va talonchilik urushlari edi. Bu yurishlar 1096-1270 yillar oralig'ida bo'lib o'tgan. Sharqdagi yerlarni egallash orqali cherkov o'zining ta'sirini yanada kuchaytirishni maqsad qilgan. Sharqda 11-asr oxirida vujudga kelgan vaziyat salib yurishlari uchun qulay sharoit tug'dirgan. Kichik Osiyo yarimoroli deyarli to'liq saljuqiy turklar qo'lida edi. Bu yerdan G'arb mamlakatlari ziyoratchilari Falastinning muqaddas joylariga rivoyatlarga ko'ra Iso payg'ambar dafn etilgan Quddusga boradigan yo'llar o'tardi. Quddus esa deyarli 5 asrdan buyon musulmonlar qo'lida edi. Mahalliy hukmdorlar va aholining ziyoratchilarga munosabati yomon bo'lmasa-da, 11-asr oxiridan boshlangan musulmon hukmdorlarining o'zaro urushlari xristianlar ziyoratlarini tobora xavfli tadbirga aylantira borgan. Vizantiya imperatori Rim papasi bilan kelishmasa-da, xristianlar dushmanlari bilan kurashish uchun jangchilar yuborishni so'rab, G'arbga murojaat qiladi. Papa Urban II 1095-yilda Fransiyaning janubidagi Klermon shahrida cherkov yig'iniga to'plangan minglab ruhoniylar, ritsarlar va oddiy xalq vakillari huzurida nutq so'zlaydi. U Quddusdagi payg'ambar qabrini musulmonlardan ozod etishga chaqiradi. Papa yurishda ishtirok etganlarga ularning gunohlari kechirilishini, halok bo'lganlar ruhining jannatga arshi a'loga tushishini va'da qiladi. Urban II muqaddas yerning boyliklari va hosildor ekanligini ham eslatib o'tadi. Falastinda sut va asal daryo bo'lib oqishi, Quddus yerning kindigi, jannat makon hosildor yerli o'lka ekanligini ta'kidlaydi. Bu so'zlarni xaloyiq Xudoning irodasi shu, Xudoning xohishi shu kabi hayqiriqlar bilan qarshilaydilar. Ular matodan but, ya'ni salibning aksini qirqib, o'z kiyimlariga tika boshlaydilar. Ayni shu sababli yurish qatnashchilari salibchilar, yurishlarning o'zi esa salib yurishlari nomini oladi. Cherkov yig'inlari 3-asrdan xristian cherkovi oliy ruhoniylarining cherkovni nazariy amaliy boshqarish muammolarini hal etish uchun chaqiradigan qurultoyi. Katolik cherkovi yurish ishtirokchilariga ayrim yengilliklarni, jumladan dehqonlarga qarzlardan kechilishini, ularning oilalari cherkov himoyasiga o'tishini e'lon qiladi. Salib yurishlari ishtirokchilarining maqsad va vazifalari. Dehqonlar salib yurishlarida qatnashish orqali o'zlarining og'ir hayotidan qutulib, sharqda mulkka va baxtli hayotga erishishga umid qilganlar. Salibchilarning ko'pchiligini asosan ritsarlar tashkil etib, aksari boy bo'lmagan xonadonlardan edilar. Oilaning kichik o'g'illari mayorat tizimi bo'lganidan, ya'ni meros katta o'g'ilga qoldirilganligi sababli, ota-onalari merosining katta qismiga umid qilmasalar ham bo'lardi. Bu holatdagi ritsarlar o'zlariga shon-shuhrat va boylik istab yo'lga chiqqanlar. Gersoglar va graflar va hatto ayrim qirollar hamda imperatorlar ham sharqqa jo'naydilar. Ular o'zlariga yangi hududlar va fuqarolarni bo'ysundirishni maqsad qilganlar. Qo'shin bilan savdogarlar ham yo'lga chiqib, ular sharq mollari bilan savdo qilish orqali tez boyib ketishni orzu qilganlar. Albatta, salib yurishi ishtirokchilari faqat foydani o'ylagan desa xato bo'ladi. Moddiy manfaat ularda payg'ambar qabrini musulmonlardan xalos etish muqaddas ish ekanligiga ishonch bilan mujassamlashgan. Demak, ushbu mavzumiz shulardan iborat edi. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang.